boshqalarning hayoti bilan har kuni o'zingnikini solishtirarding. Ajrashgan ayolning hayoti yaxshi ekanmi? Ya Ramazon o'g'lim. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? O'g'lim, nima yurish bu? Popkalaring, kurtkalaring hamma yog'ing yirtilib yotibdi. Kecha oyingga pul beruvdim. Nima, yangi kiyim olib bermadimi? Oyi. Qachon bozorga boramiz? Kurtkam yirtilib yotibdi. O'g'lim, keyinroq olib beraman, xo'p? Adem bergan pulni ro'zg'orlikka ishlatdim. Keyin ijara pulini ham berishim kerak. Voy, oyi, yangi kiyim olib beraman diyu. Maktabda o'rtoqlarimdan uyalyapman. Adi, oyimga pul bermasdan ukam ikkalamizga yangi kiyim olib beray. Nima degan? Qani yurchi. Assalomu alaykum. Topganimga qanoat qilmay ajrashishni xohlaganding. Ijara uyda yashash maza ekanmi? Men bilan yashaganingda bolalarimni eni but, qorni to'qidi. Endi qara kiyimlarini yirtilib yotibdi. Boshqalarning hayoti bilan har kuni o'zingnikini solishtirarding. Ajrashgan ayolning hayoti yaxshi ekanmi? Men bolalarimni olib ketaman. Adasi, iltimos meni kechiring. Men xato qildim. Aytgan hamma gaplarimdan afsusdaman. Bo'pti. Kiyimlaringni yig'ishtir. Uyga ketamiz. Ketdik o'g'lim.